Hürmetlik vatandaşlarım, biz yukarıda leksiyelerde sözlep öttük. Biz sönügenkü aldık, köneki leksiyelerimizde sözlegen de Amerika Koşmuş Ştatlarının yeni stratejik siyasi Orta Asya, Afganistan'a, şundakla Janubi Asya'ya kirip geldi degen idik. Endilikte bugün tuyuksuzla Amerika Avazı Radyosu'nun bir haberi bilen uçraştık. O haber gündelik iklim meseleleri haberi. Bu iklim meseleleri haberi uyuşturgan münazara. Münazara katnaşkıçılar nemelerini dedi men to'liq anlamadım. Biroq oxirgi bir cümle Pakistan, Afganistan qatorliq bu davlatlarning kuchidan foydalanib, Jungo hukumati Şinjan meselesini hal qilmoqchimi degan cümle. Siz hem bunun kızgın itibar berisiz, men hem bunun kızgın itibar bermen. Bu yerdeki Şinjan sizning ve mening vatanimiz mustamlika Uyg'uristondir. Demek bugün Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosati O'rta Osiyo Afg'onistonga yükseldi ve şu tarafga yetib keldi. Belki bu bizning va sizning nazaringizda oxirgi bekat. Mesele hal qiladigan oxirgi bekat bo'lishi mumkin. Dal shundaq vaqtda Amerika Ovoz radiosi tozalangan muxbirlarning, ya'ni poklangan muxbirlarning og'zi orqali nima dedi? Masalan, Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bu yil 6-oyda Afg'onistonni ziyorat qilib, Afg'oniston, Pokiston, Jungo 3 davlat bir shartnomaga imzo qo'ydi. Ya'ni tinchlikni ishga oshirish. Afg'oniston bilan Pokiston o'rtasida tinchlikni ishga oshirish to'g'risida bir hujjatga imzo qo'ydi dedi. Oxirida qo'ygan savolni angladingiz, hurmatli vatandoshim? Bu orqali Jungo hukumati Şinjan meselesini hal qilamiz dedi. Bu meselenin bu qatımki Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosatining O'rta Osiyoga yetib kelish bilan munosabati qanchalik? Bu to'g'rida Amerika ovozining munozara betida bu to'g'rida bir nima deyilmidi, yoki bu to'g'rida bir jumla yo'q. Biroq buningdan burun agar Wang Yi, ministr Wang Yi Afg'onistonni ziyorat qilib, ikki davlat yoki Pokiston, Afg'oniston davlatlari bilan kelishim imzolagan bo'lsa, bu ish o'z oldiga yakki bir ish bo'lsa, yoki Pokiston Afg'onistonning kuchiga tayinib o'tirib Şinjan meselesini hal qilamdi degan bu savolga men hozir tuyuqsiz oldirab bir nima deyolmayman. Ham buning tasavvurimda bir nima deyolmayman, chunki aniq pokit emas. Jungo hukumati qandoqlarcha masalan Pokiston va Afg'oniston hukumatidan foydalanib Şinjan meselesini hal qilmoqchimi? Bu yerda nima gap? Yoki Pokistonning Afg'onistonning tinchlik saqlash qismlarini tashkillamoqchimi? Yoki ularning tinchlik saqlash qismlarini tashkillab BDT orqali ro'yxatga oldirib Şinjan rayoniga elib kirmoqchimi? Sadi nima? Masalan, tuyuqsiz bunda savolning retorik shaklda o'tirib qo'yilishi sizni va bizni o'ylantirdi. Ikkinchi masala, yuqorida ko'rib o'tdik. Xitoy to'rbetlariningki nurg'un qismda, nurg'un to'rbetlarda to'ladi, yolg'on so'zlaydigan to'rbetlardan iborat. Ba'zi biz shuning ichidan rost so'zlash ehtimolligi va rost bo'lgan paketga uyg'un keladigan xabarlarni olib tanlab turib, sizlarga so'zlayotimiz, hurmatli vatandoshlarım. Bu yerda eg'izga aylangan, tilga aylangan eng oxirgi 3-xabardami? Tilga, yo'q, 5-dagi 1-xabarda tilga aylangan Tibet, Hindiston chegara qismlari. Ya'ni Hindiston, Tibet chegara qismlari. Ya'ni Hindiston ichki vazoratining boshqarishidagi Hindiston, Tibet chegara qismlari deyilgan gap o'tirg'i chiqdi. Agar bu rost bo'lgan bo'lsa, bu qaltis gap bo'lib ketadi, hurmatli vatandoshlar. Agar ashxanzo torbetlarning do'yi torbeti chiqdi, do'yi torbeti ancha ko'p yolg'on so'zlaydigan do'yi torbeti emas. O ko'p hollarda amaliy 80%, 90% atrofida amaliy gap qiladigan torbeti. Do'yi torbeti o'tirib chiqqanligi uchun bu masalaga ishonish kerak. Shunga deymizki, hozir Hindistonda Tibetlar yoki Hindiston taraf tarbiyalab bergan harbiy kuch bormi deb savol qo'ysa xatolashimizmi, hurmatli vatandoshlar? Harbiy kuch bormi? Saqchi qismlari bormi? Bu yerda saqchi qismlari deb atiladi. Atilish degan xilma xil harbiy qismlar, saqchi qismlar. Biroq u qo'li qurol olganda ekan u harbiy odam.
Demek hazır uzun çegara Jungo Hindistan çegarasını çarlavatkan, yani qoğdavatkan, şu yerlerde qoğdunish istikamlarını qurvatkan kişiler bugünkü birinci xabarimizde ko'rsatgandek Hindistan Tibet kısımları. Hindistan Tibet chegara mudofaa kısımları. Bu qaldisi gap bo'lib ketdi, hurmatli vatandoshlar. 82 yaş kirdi dadaylama. 60 yılga yaqin xalqaro faoliyat elib bordi. Balki uning kishilik huquq faoliyatlariga undash belgisi qo'yildimi? Hurmatli vatandoshim, musha to'xtaysan endi deb undash belgisi qo'yildimi? Undaqda uning kishilik huquq faoliyatlariga undash belgisi qo'yilib, bu yerda boshqa xabarda aytilgandek, agar shu rost bo'lgan bo'lsa, hozir Jungo Hindiston chegarasida to'qinish qilayotgan, so'rkilish yasayotgan Hindiston tarafining chegara qismlari Hindiston Tibet soqchi qismlari bo'ladigan bo'lsa, bu ish bek murakkab bo'lib ketdimi, qanday hurmatli vatandoshim? Bak murakkab bo'lib ketdimi, qanday hurmatli vatandoshim? Biz bu gaplarni azaldan anglab boqqan emas, bundaq ish bor deb tushimizgami, xiyolimizga kirgan emas. Agar Hindiston shundaq ishni qila olgan bo'lsa, Hindiston bugungi kunda endi chegara bo'yiga elib kelib, Tibet soqchi qismlari bilan Hindiston qismlari birlashib, Jungoning chegara qismlari bilan so'rkilish yasayotgan, so'rkilish paydo qilayotgan bo'lsa, albatta bu Jungo uchun haqiqatan ajallik zarb bo'ladi. Endi kelaylik. Oxirgi maqolamizda xabarimizda nima dedi? Bir ahvol, ikki xil usul degandek bir xabarni xabar qildi. Xitoyning torbetlari bilan betorbetima, betorbetima sizlarga hozir yetkazdim. Xabar qildi. Bu xabar bu ish qo'yilgan oldingi shat Hindistonning vaziri Modi apandi bu qatam 9-ayning 3-kuni Jungoning Shamin shahrida o'tkaziladigan kesak davlati, oltin kesak 5 davlat yig'ini, xalqaro yig'iniga qatnashish uchun Hindistondan Shaminga kelamdi kemmamda. Agar o keladigan bo'lsa, ish boshqacha bo'ladi. Agar o kelmaydigan bo'lsa, nima dedi? Hindistonning Jungo bilan oxirgi gacha elishish irodasining belgilanganligini ko'rsatib berdi. Bugungi islar 27. Bugungacha bo'lgan oraliqda Hindistonning vaziri Modi Shaminga xalqaro yig'inga, yoki oltin kesak 5 davlat yig'ini qatnashadi degan xabar chiqmadi. O'tgan deyli bir haftadak. Bu bir hafta burun bu xabar chiqishi kerak. Cho'ng davlatlar katta yig'in bu xabar chiqishi kerak. Va bu davlatga albatta Braziliya keladi, Janubiy Afrika keladi, Jungo 3 bo'ldi, Rossiya keladi, Hindiston keladi. Oltin kesak 5 davlat. Oltin kesak 5 davlat yig'ini degan ish. Demak, Modi hozirgacha bugungi hozir bu daqiqagacha bo'lgan oraliqda Hindiston tarafdan zada qanday kishining bu yig'in qatnashidiganligini xabar qildi. Demak, masala yani eg'ir degan gap. Bundan keyin qanday o'zgarish bo'ldi, unutmaymiz. Biz yuqorida Jungo tayyorlik qildi, Jungo okop qazdi, bronviklarni haydadi dedik. Ham 5-da xabar qilib nima dedik? Jungoning qizil ayollar qo'shini. Bizga o'tgan darsliklarda, siyosat darsliklarida mushundaq deydigan qizil ayollar qo'shini hozir Tibetning oliy egizligiga chorlashga kirdi. O'tgan kelishimizda biz dedik, Hindiston 1400 kilometrdan ortiq Jungo Hindiston chegarasiga askar to'plab bo'ldi dedi. Endilikdagi gap yaqindan beri Amerika Qo'shma Shtatlari masalan o'tirg'i qo'ygan savdo tekshirish vaqasi yoki savdo tekshirish ishi vaqasi demayli, savdo tekshirish ishi. Buningda hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlari tarafdan buni savdo urushi degan hukmni bu Jungo'la Amerika o'rtasida yuz beradigan savdo urushi degan hukmni ishlatmadi. Bu savdo urushi degan hukmni Jungo'liklar o'zlari to'g'ri betida ishlatyapti. To'g'ri betida ishlatyapti. Bu masalani bir masala deylik. Uningdan keyin biz ko'rib o'tdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri James Mattis, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Rex Tillerson oldimizdagi 9-ayning 25-kuni ilgari keyin Hindistonga borib, ishga qo'shilgan Hindistonning davlat mudofaa ministri Javlid
Hindistan'ın Tashqi ishlar ministri Svaret hanım 4 nefer devlet erbabi, Hindistan'ın 2 nefer, Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 nefer erbabi Hindistonda yig'in ochdi degan gap. Buning amaliy konkret mazmuni nima? Bu taqa yani bir oy vaqt oldimiz turibdi. Lekin men shu yerga bir jumla devolayki, hurmatli vatandoshim, hozir Hindiston Jungo chegarasida bo'layotgan so'rkilishda men 2 qatim so'zlagan leksiyamda Hindiston g'alaba qildi degan edim. Agar Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik 2 nafar amaldori Hindistonga berib, yuqorqada yig'in ochadigan bo'lsa, demak Hindistonning Jungo Hindiston chegarasi so'rkilishidagi g'alabasi mustahkamlangan bo'ladi. Kendiniz hürmetli vatandaş, bana şunday qoladi. Endi alaylı savdo tekshirish, yani 301 qonun moddasiga asosan Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakiliga berilgan huquq bo'yicha Jungo Amerika savdo qatlamini tekshirish. Bu. İkincisi, ikki qo'shilgan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Hindiston o'rtasida suhbat. Buni prezident Trump shunday funksiyaning qurilganligini yuqorida e'lon qildi dedik. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, belki 5-dagi masala 21-kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Trump apandining Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi siyosati, yani yangi strategik siyosati O'rta Osiyo, Afg'onistonga va u yer Janubiy Osiyoga kirdi. Xuddi buni o'qitish to'g'ri kelsa, men adabiyotdan shug'ullangan odam, adabiyotga o'qitish bilan so'zlasak, mundaq deymizki, hozir fizikalik olamda vaqt toneli echildi. Zamonning parvozi Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi strategik siyosatini yüklab, qachalab O'rta Osiyoga va Janubiy Osiyoga kirib keldi. Men so'zlagan leksiyalarimda Amerika siyosiy yo'llariga prezidentimiz Trumpga murojaat qildim. Biz bir millat, ismimiz Uyg'ur. O'rta Osiyoda biz bir etnik millat. Bizning intizorimiz bor, iltimosimiz bor, orzularimiz bor. Moshlarning hammasini Amerika xalqiga so'zlaymiz deb keldik. Shu bo'yicha Uyg'ur bu 20 million millatning bugungi orzusi tarixda qurilgan va 3-qatim qurilgan jumhuriyat nasliga keltirish. Buning xalqaro asoslarini